Zohran Mamdanining tarjimai holi. Bring the flavor to the fish, bring the flavor to the rice. Reperdan New York shahar hokimigacha. Bu quvnoq yigitning ismi Zohran Mamdani. U New York tarixida birinchi musulmon mer, birinchi Janubiy Osiyolik shahar boshqaruvchisi, birinchi Afrika qit'asida tug'ilgan va merlikka saylangan inson, birinchi reper mer va so'nggi 130 yil ichida eng yosh mer sifatida tarixga kirdi. Bolalik va o'smirlik davri. Zohran Mamdani 1991-yil 18-oktyabrda Afrika qit'asidagi Uganda poytaxti Kampala shahrida dunyoga kelgan. U oilada yagona va kech tug'ilgan farzand edi. Tug'ilgan paytida otasi 45, onasi esa 34 yoshda bo'lgan. Otasi professor Mahmud Mamdani millati yarim Hind, yarimi ugandalik bo'lib, siyosiy fanlar sohasida taniqli olim hisoblanadi. Mustamlakachilikdan keyingi Afrika haqidagi ilmiy tadqiqotlari bilan tanilgan va Kolumbiya universitetida dars beradi. Onasi Mira Nair Hind ildizlariga ega amerikalik kinoijodkor. 2007-yil India Abroad gazetasi tomonidan yil insonlaridan biri deb e'tirof etilgan. Zohraning ota-onasi unga Kwame ismini ikkinchi nom sifatida bergan. Bu ism Gananing mustaqillik ramzi birinchi bosh vaziri Kwame Nkrumah sharafiga qo'yilgan. 1996-yil 5 yoshda Zohran oilasi bilan Janubiy Afrikaning Cape Town shahariga ko'chib o'tdi va u yerda St. George gimnaziyasida tahsil oldi. 2 yil o'tib oila New Yorkka ko'chib o'tdi va Zohraning bolaligi shu megapolisning ko'p millatli muhitda kechdi. U Afrika, Hind va amerikalik dunyoqarashlar kesishmasida ulg'aydi va yoshligidanoq ijtimoiy mas'uliyat, ezilgan xalqlar tarixi va adolat mavzulariga qiziqish bilan tarbiyalandi. Ta'lim. Bronxdagi o'rta maktabni tugatgandan so'ng Zohran Mamdani Maine shtatida joylashgan nufuzli Bowdoin kollejiga o'qishga kirdi. U yerda iqtisod va Afrika madaniyatini o'rgandi hamda afrikanistika bo'yicha bakalavr darajasini oldi. Talabalik davrida Zohran irqchilikka qarshi va oliy ta'limni isloh qilish uchun o'tkazilgan talabalar harakatlarida faol ishtirok etdi. Shuningdek, u Falastinni qo'llab-quvvatlovchi faol sifatida tanildi va Falastinda adolat uchun talabalar nomli tashkilotning universitet bo'limiga asos soldi. Bu tashkilot Isroilga qarshi boykot harakatini yuritadi. Oliy ta'limni tugatgandan so'ng u New Yorkdagi notijorat tashkilotlarida ishladi. Ularning faoliyati muhojirlik, ijrochilar huquqlari va moliyaviy tenglik masalalariga bag'ishlangan edi. Siyosiy faoliyat. 2015-yil Mamdani 24 yoshda siyosiy faoliyatini saylov kampaniyalarida volontyor sifatida boshladi. Shu bilan birga u arzon uy-joy va adolatli transport tizimi uchun o'tkazilgan norozilik aksiyalarida qatnashdi. U politsiyaning irqchilikka asoslangan amaliyotlariga qarshi chiqishlar tashkil qildi va korporatsiyalarga soliqlarni oshirish tarafdori sifatida namoyon bo'ldi. U mehnat faoliyatini ipoteka bo'yicha maslahatchi sifatida boshladi. Queens tumanidagi aholiga, ayniqsa to'lovlarni kechiktirganlarga uylarini saqlab qolish va ko'chirilishdan qutulishda yordam berdi. Bu tajriba uning siyosiy hissiyotlarini shakllantirdi va ijtimoiy adolat hamda tengsizlikka qarshi kurashga yo'naltirdi. 2017-yilda Zohran Mamdani Amerika Demokratik Sotsialistlari nomli siyosiy tashkilotga a'zo bo'ldi. Bu tashkilot Demokratik partiya tarkibida faoliyat yuritadi. Shu paytdan boshlab u saylov kampaniyalari, jamoat tashabbuslari va ijtimoiy adolat uchun harakatlarda faol ishtirok etib, New York siyosiy sahnasidagi eng ko'zga ko'ringan chap qanot vakillaridan biriga aylandi. Hozirda u ushbu tashkilotning hokimiyatdagi sotsialistlar nomli fraksiyasi a'zosi hisoblanadi. 2018-yilda 27 yoshli Zohran Mamdani AQSh fuqaroligini oldi. Bu jarayon unga oson kechmadi. U kuchayib borayotgan jamoat bosimi va ideologik kurashlar fonida amalga oshdi. Chunki o'sha vaqtda Mamdani jamoat noroziliklarida faol ishtirok etayotgan, irqchilikka qarshi ovoz ko'taradigan va chap qanot g'oyalarini ochiq himoya qiladigan faol shaxs edi. Assambleyadagi g'alaba. 2020-yilda
29 yoshli Zohran Mamdani Nyu-York shtati assambleyasiga 36-okrugdan o'z nomzodligini qo'ydi. Bu okrug Queens va Long Island City tumanlarini qamrab oladi. U amaldagi deputat Aravella Simotasni mag'lub etib, saylovda g'alaba qozondi. Assambleya bu Nyu-York shtati qonunchilik organining quyi palatasi bo'lib, u qonunlar ishlab chiqish va qabul qilish, byudjetni tasdiqlash hamda ijro hokimiyatni faoliyatini nazorat qilish uchun mas'ul. Unga shtatning turli okruglaridan har 2 yilda saylanadigan 150 ta deputat kiradi. Bu g'alaba Demokratik partiyaning chap qanoti uchun muhim yutuq bo'ldi. Mamdani o'z saylovoldi dasturida kafolatlangan uy-joy, ekologik himoya va jamoat transportidan bepul foydalanish tashabbuslarini ilgari surdi. 2021-yili u Nyu-York taksichilarini qo'llab-quvvatlash aksiyasida ishtirok etdi. Ular litsenziyalarining yuqori narxi tufayli qarzlarini to'lashda qiynalayotgan edi. 2023-yil esa u Jo Baydenning Isroil tomonidan G'azo sektoriga bombardimonni qo'llab-quvvatlaganiga qarshi norozilik namoyishida qatnashdi. Uning siyosiy raqiblari Mamdanini antisemitlikda ayblashdi, ammo u bu ayblovlarni rad etdi. Zohraning ta'kidlashicha, u yahudiylarga qarshi emas, balki arab qo'shinlariga ziyon yetkazmaydigan barcha fuqarolar uchun millat va dindan qat'iy nazar teng huquqlilik kafolatlangan Isroil tarafdori hisoblanadi. Hola Nueva York! Nyu-York shahar meri 2024-yil oktyabr oyida Zohran Mamdani Demokratik partiya nomidan Nyu-York shahar merligiga nomzodligini e'lon qildi. Ko'plab siyosiy tahlilchilar tajribali raqib Nyu-York shtat sobiq gubernatori Andrew Cuomo'ni mag'lub etish qiyin bo'ladi deb o'ylashardi. Ammo 2025-yil yozga kelib, Mamdani so'rovnomalarda Cuomo'dan ustunligini qo'lga kiritdi va yilning eng yirik siyosiy sensatsiyalaridan biriga aylandi. Uning saylovoldi dasturida avtobuslarda bepul qatnov, qonun va ijtimoiy dasturlar orqali oddiy odamlarni ijara narxlarining keskin o'sishidan asrash va 5 ta munisipal oziq-ovqat do'koni tashkil etish kabi tashabbuslar bor edi. Mamdani kompaniyasi ijtimoiy adolat va korporatsiyalar ta'siriga qarshi kurash g'oyalari asosida qurilgan edi. 2025-yil may oyiga kelib, u 20 ta qonun loyihasini muallif sifatida tayyorladi. Ulardan 3 tasi qabul qilindi. Shuningdek, u 238 ta qonunchilik tashabbusida muallif sifatida ishtirok etdi. Uning nomzodligini Bernie Sanders va Alexandria Ocasio-Cortez kabi taniqli demokratlar ochiq qo'llab-quvvatladi. Ammo amaldagi prezident Donald Trump uni tanqid qilib, radikal chapchi va aqldan ozgan kommunist deb atadi. 2025-yil 4-noyabrda bo'lib o'tgan saylovda Mamdani 1,36,051 ta ovoz to'plab g'alaba qozondi. U mustaqil nomzod sifatida qatnashgan Andrew Cuomo'ni ortda qoldirdi. Cuomo 854,995 ta ovoz oldi. Respublikachi Curtis Silva esa 146,137 ovoz bilan 3-o'rinni egalladi. Bu saylovda ovoz berishda qatnashish darajasi 2 milliondan oshdi. Bu 1969-yildan beri qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Saylovda ayniqsa yoshlar va muhojirlar faollik ko'rsatdilar. Ular Mamdanining asosiy qo'llovchi guruhlari bo'ldi. 34 yoshida u Nyu-York tarixidagi 1892-yildan beri eng yosh shahar meriga aylandi. Shuningdek, u shaharni boshqargan birinchi musulmon, birinchi hind ildizlariga ega shaxs va AQSh tarixidagi birinchi reper mer bo'ldi. Zohran Mamdani Nyu-York shahar meri lavozimiga rasman 2026-yil 1-yanvaridan kirishadi. Shaxsiy hayot va qiziqishlar. 2025-yil boshida Zohran Mamdani suriyalik ildiziga ega rassom Rama Duvajji bilan oila qurdi. Rama Nyu-Yorkka 2021-yilda ko'chib kelgan. Yosh juftlik Nyu-Yorkning Astoria tumanidagi xonadonida yashaydi. Aynan shu yerda Mamdani o'z siyosiy faoliyatini boshlagan. Ular mahalliy madaniy hayotda faol ishtirok etadilar. Yosh rassomlar ko'rgazmalari va o'zaro yordam tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydilar. Rama ommaviy e'tibordan uzoq turishni afzal ko'radi, ammo san'at va ijtimoiy tarmoqlar orqali Falastinga bo'lgan hamdardligini ochiq ifoda etadi. Zohran ko'cha basketboli,
rep va she'riyatni ishqibozi. 2016-yilda u ugandalik reper Hap bilan Young Cardamon taxallusi ostida mini albom yozib olgan. 2019-yilda esa Mr. Cardamon nomi bilan Nani nomli yakka taronasini chiqargan. Bu uning hayotga zavq va hayotiy donolik baxsh etgan buvisiga bag'ishlangan edi. Zohran jonkuyar sport muxlisi. U sevgan jamoalar orasida Londonning Arsenal futbol klubi, beysbolda New York Mets va amerikalik futbol jamoasi New York Giants bor. Zohran Mamdani yangi avlod siyosatchisi. Uning shaxsiyatida fikriy chuqurlik, madaniy hassoslik va New York ko'chalariga xos energiya uyg'unlashgan. 34 yoshida shahar meri lavozimiga saylanishi bilan u Amerika siyosatining yangi davrini ochdi. Mamdani tarixga New Yorkni boshqargan birinchi musulmon, Janubiy Osiyo ildiziga ega birinchi shaxs va Afrika qit'asida tug'ilgan ilk shahar meri sifatida kiradi. Shuningdek, u so'nggi 130 yil ichidagi eng yosh New York rahbariga aylandi. Bu g'alaba Donald Trump prezidentligi davrida Demokratik partiya uchun kamyob, tarixiy va yorqin triumf bo'lib, siyosiy sahnada kutilmagan burilish sifatida namoyon bo'ldi. Yosh mer esa saylovdan keyingi ilk nutqida AQSh prezidentiga yuzlanib, shaxsiy va siyosiy chaqiriq yo'lladi. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We will hold bad landlords to account because the Donald Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants. Siz nima deb o'ylaysiz? Mamdani New York merligidan AQSh prezidentligi lavozimigacha chiqa oladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va Paradigma.uz'ni kuzatishda davom eting.